Ortimda turgan 2 sotixlik kottejni olmasangiz, hovli qidirib o'tirmang. Navoiy shahrining markazida joylashgan 2 sotiqdan iborat 20 ga 10 o'lchamdagi kompaktli hovlini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. To'liq pishgan ishdan qurilgan hamda fasadimiz 20 metrdan sal ziyodroq va ko'cha qismi mana shunaqa to'liq burchatga bo'lgan holatda xonadonni umuman ortiqcha qilinadigan ishi yo'q. Xonadonning ichki tuzilishini ko'rib chiqishimizdan oldin umumiy lokatsiyani tushuntirib o'taman. Mana bu ko'rib turgan chorrahalaringiz bolalar shifoxonasiga olib ketadigan yo'l hisoblanadi. Avloniy ko'chasi Petrov Shevchenko ko'chasidan keyingi ko'cha hisoblanadi. Limonchik Astanovga to'g'rimizda va ushbu xonadonimiz yo'lning yoqasida joylashgan. Xonadonning ichki tuzilishini ko'rib chiqamiz. Darvozalari ham chiroyli qilib o'rnatib qo'yilgan. Keling, marhamat. Mana bu qimmat eshiklarimiz orqali kirganimizda ko'rishimiz mumkin, prixoshka uchun kattagina joylari mavjud va prixoshkadan o'tganimizda kattagina hol qismini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yumshoq mebellar qo'yilgan. Bu mebellarning o'zi hammasi qoldirilmoqda. Isitishdan muammo yo'q. Ikkita uch taraf katta-katta radiatorlar o'rnatib qo'yilgan xonadonga. Konditsionerlari ham bor va mana bu tarafga o'tadigan bo'lsak, bu eshiklar ham yaxshilardan qo'yilgan. Kirish eshiklari oshxona qismida barcha sharoitlar mavjud ovqat tayyorlash va ovqatlanish uchun. Bu tarafda stиральный mashinkalari, xolodilniklari, bu jihozlar hammasi xonadon egalari tomonidan qoldirilmoqda. Keling. Televizor zonalarini ham ko'rishimiz mumkin. Dekorativ chiroyli qilib qo'yilgan hamda biza ikkinchi zal qismini ko'rib o'tamiz. Xohlang buni kattalar yotoqxonasi qiling, xohlang ikkinchi zal qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Pollarimiz to'liq qimmat laminatli qilingan. Radiatorga alohida e'tibor bering. Qanaqa uzunligini. Bu xonalar qishda umuman sovuq bo'lmaydi. Shunaqa qimmat radiatorlar o'rnatib qo'yilgan. Ana endi yuvinish xonasini ko'rib o'tamiz. Marhamat, aresollar o'rnatib qo'yilgan, kafil qilingan. Barcha sharoitlarga ega yuvinish uchun ichkarida hojatxonalar qilingan hamda yana bitta xonamizni ko'rishimiz mumkin. Keling, eshigimiz orqali kiradigan bo'lsak, xohlang buni yotoqxona qiling, xohlang birinchi ko'rgan katta xonamizni yotoqxona qilsangiz bo'ladi yoki buni bolalar xonasi qilish imkoniyati mavjud. Hamma jihozlar shu xonadonning o'zida qoldirilmoqda. Sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tgan 2 sotixlik katta eshikchamizni umumiy manzilini yana bir bor tushuntirib o'taman. Mana bu yo'limiz bolalar shifoxonasi hamda Goroddelga olib ketadigan yo'l. Menimcha bu yo'lni hamma tushundi. Ana shu yo'l tugashi bilan chorrahani biqinida hovlimiz joylashgan hisoblanadi. To'liq pishgan ishdan qurilgan, 2023-yil qurib bitkazilgan, remontiga hali hech qancha bo'lmagan. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, $109,000, yana ustida ozroq savdosi bor holatda sotuvga chiqaramiz. Ipoteka variantlari, barter variantlari ko'rib chiqiladi. Kimga ma'qul kelsa, pastda to'liq ma'lumot uchun o'zimiz raqamlarimiz. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lsalaringiz, Navoiy shahar bo'lib arzon, yaxshi hovli kvartiralarning e'lonlarini ko'rib borasizlar.